Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 10-oyning 23 kuni chorshanba kech. Bugun men sizlarga bu yillik Nobel iqtisod mukofotini olgan 3 iqtisodshunos va ularning asosiy iddiasini kichikgina so'zlab beray degan niyatda kutubxonada ishlamay bu videoni sirtqa chiqib oldim. Sabab kuz faslida bizdan bu yerlarda tabiat intayin rangdarlık çökken buludu. Keyfiyat yaxşı oldu adamның. Şuna şu talağa çıkıp sözlep atıma. Qarasam bunun 10 yıllar ilgiri yazıp koygan bir yazman baken yaprak ve gazan. Leksiyonu anlap oylap baksanlar buludu. Yanlarımda yapraklar, gazanlar aylanıp ketipti. Bu şundaq bir hadislarni men burun kögünüm üçün şu çağı yazıp koyaptı ekanman. Resmi temaga kelishdan burun buni dehqonlarga sunib o'tay dedim. Yaprak ve gazan. Мәңгі шақты тұрғың бар, бірақ вақты келсе, үшмей амал yok. Мәңгі yeşil тұрғың бар, әмма ташлынсән acizlap құрып. Саңы оқшары нұрғын мәвжудат, мәйлі шақлық və мәйлі адам yaprak boldun ametlik çağda, gazan bolsan tuttum ben matem. Hem de asası tema. Ben kanalımda şu mezmunla, yani dünyavi büyük iqtisodshunoslar ve ularning talimatları degan temada kitap yazıp atqanımni köpçülükке dep kelip atqan, tanlap o'qib bergan ham ba'zi asarlarni. Bu asar Dal Nobel iqtisod mukofotiga erishgan iqtisodshunoslarning ismi e'lon qilingan chaqda shu kuni basmadan chiqdi. Shu kitobning oxirida men 21-asrda o'zining iqtisodiy ideyalari bilan dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan iqtisodshunoslardan Darun Ajamoğlu yoki ba'zilar Hashimoğlu deb qo'ydi ekan, Turkiyada tug'ilgan kishi. Hozir Massachusetts Texnik İnstitutu'nun İqtisad Fakültetida professor. Mushu kishining Nobel mukofotiga erishish ehtimolliği intayin yuqori deb yozib ekanman bu kitobga. Dal shu kuni, ya'ni 10-oyning 14-kuni Shvetsiya Nobel komiteti, Nobel mukofotlash komiteti bu yillik Nobel iqtisod mukofotini Darun Hashimoğlu bilan Simon Jones ham James Robinson'dan ibaret 3 iqtisodshunoslikqa berganligini jakaladı. Darun Hashimoğlu bilan Simon Johnson Massachusetts Texnik İnstitutu'nun iqtisod fakültetining professorlari. James Robinson Chicago Üniversitesining iqtisod fanlari professori. Darun Hashimoğlu bilan James Robinsonning buningdan 10 yil avval yozilgan Why Nations Fail. Devletler neymişki məğlub buldu yoki millatlar neymişki məğlub buldu degan kitobi dunyoda bir zilzila qo'zg'agan. Ya'ni bu iqtisodshunoslar davlatlarning o'rtasidagi kirim farqi neymişqa cho'ng bo'ladi. Neymişqa dunyoda 20% boy davlatning boyligi dunyoda eng yuqori 20% ustida turgan davlatlarning boyligi eng to'van, yani namrat o'rni turgan 20% davlatlarning boyligidan 30% yuqori bo'ladi. Davlatlar zodi nemishqa boy bo'ladi? Buningdagi farq nimada degan mushu xil savolga javob topishda muayyan nazariya va tajribachilik usulini qo'llanib, ya'ni sonliq ma'lumotlar orqali o'zining ko'z qarashini dalillashda muvaffaqiyatli deb qaralganligi uchun, ya'ni davlatlarning boy kambag'al bo'lishida şu jamiyatlarda, şu davlatlarda mavjud bo'lgan ijtimoiy organlarning yoki muassasalarning o'ynaydigan rolining intayin muhimligi tufaylidan, ya'ni ma'lum davlatlarning boy bo'lishida ularda qonuniy prinsiplar ijro qilindi, kuchli qonun bor, xususiy mulk qo'g'diladi, erkin raqobat rag'batlantiriladi, parxo'rlik, cheriklik nisbatan tuvan bo'ladi. Qonun oldida hamma odam bap-baravar deydigan ashunaq sistema bo'lganligi uchun.
Bazı davlatlarda, ya'ni taraqqiy qilinmagan davlatlarda jamiyatning ijtimoiy sistemasi qaloq bo'lganligi uchun, qonun emas, odam boshqaradigan bo'lganligi uchun, har qaysi ijtimoiy tashkilotlar o'z ko'mchiga cho'g' tortilganligi uchun bu davlatlarningki nomrod bo'lishida mushu xil ijtimoiy muassasalar yoki organlar jamiyatdagi boyliqlarni kontrol qilib olib, o'zining xalqini eksploatatsiya qilganligi uchun, ya'ni hokimiyat beshidagi oz sondagi kishilar va yoki muayyan tashkilot jamiyatlardagi oz sonli kishilar nurg'un odamlarni o'zining xizmati uchun ishlatganligi uchun bu shunday kambag'al bo'lib qolgan degan qarashni o'ttirib qo'ygan. İctimai muassasa yoki tashkilotlar deganimizda biz qaraydigan bo'lsak, bir jamiyatda odatda bundaq bir cho'ng doirani aytgan vaqtda bu ijtimoiy tashkilotda eng avval oiladan boshlanadi. Oilaning o'zi eng kichik bir birlik ijtimoiy tashkilot. Oilada ota-ona bilan bola o'tirsida, ayol o'tirsida, masalan, tarbiya, axloqdan tatib qo'g'ilishgan qimmat qarashgacha. Anandan keyin bir jamoatda o'zaro amal qilgan prinsip, qoida yo'sin, yasoq degandek narsalar, mezonlar bo'ladi. Undan qolsa, unda yuqoriroqi iqtisodiy tashkilotlar bo'ldi. Ya'ni iqtisodiy faoliyatlarning qandoq elib berilishi, kishilarning erkin bozorga qatnashishi yoki kishilarning hukumat apparatlari belgilab bergan, hukumatning qonuni cheklagan yoki yo'l qo'ygan doirada qandoq shaklda ishlab chiqarish uyushtirishi, savdo tijorat qilishi, iste'mol qilishi, omonat qo'yishi va kaza qatorliqlarni muayyan iqtisodiy tashkilotlar bajaradi. Mayli yoki tijoratchi bo'lsin yoki shirkatlar bo'lsin. Anandan keyin qolsa ruhoniy jamiyatlar yoki diniy jamiyatlar. Davlatlarda, jamiyatlarda har xil diniy tashkilotlar bo'ladi. Bu tashkilotlar kishilarning hayotiga, bu diniy tashkilotlar kishilarning hayotiga har xil shaklda ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Yevropa jaholat davrida nimish jaholatga ko'chgan desa, chirkov kishilarning ijtimoiy hayotiga, xususiy hayotiga va iqtisodiy faoliyatlarga bak kirishib olgan. Ashu xil qarashlarni, ashu xil mazmunlar mush kitobda bor. 16-asrlarda ko'tarilgan adabiyot san'at uyg'onishi, undan keyingi ma'rifatchilik iqimi, undan keyin san'at inqilobining paydo bo'lishi, ashu xil kishilarning, Yevropadagi kishilarning diniy, ya'ni chirkovningki iskanjisidan qutulishidan keyin kishilar ma'rifatlik davrga qadam qo'ygandan keyin boshlangan. Ammo kishilar, nurg'un kishilar muayyan bir e'tiqod sistemasining ichida yashaydi. Şu e'tiqod sistemasining o'zining belgilgan prinsiplari bor. Ya'ni ma'lum e'tiqodga odam bo'lish uchun shu dinning farzlarini ado qilish kerak yoki uning talablariga yetish kerak. Demak, mushu ma'noni olgan vaqtda diniy tashkilotlarmi kishilarning ijtimoiy hayotiga, turmushdan tortib ularningki hayotdagi intilishigacha, qo'g'ilishgan narsaga ta'sir ko'rsatadi. Anadan keyin maktablar deymiz. Ma'rif tarmoqlari. Ma'rif tarmoqlari bir cho'ng ijtimoiy muassasa. Kishilarning tashkillanib, ballarni tashkillab, maktabda o'qitish, ularga qanday narsa o'rgatish buni aytmayman. Ammo ma'rifning sifati, ma'rif qanday ma'rif, qaysi saviyatga ma'rif, o'qituvchilarning kim bo'lishi, qanday ideologiya bilan ballarni tarbiyalashi umumiy. Andan keyin hukumat tarmoqlari. Hukumat tarmoqlarining ichida har xil qoida, nizomlarni chiqaradigan, uni ijro qiladigan, ijtimoiy tartibni qo'llaydigan, davlat mudofiyasini kuchaytiradigan organlar bor. Umuman aytgan vaqtda har qanday bir davlatda ijtimoiy muassasalar, ijtimoiy organlar ta oildan boshlanib, ta hukumatning tarmoqlarigacha bo'ladi. Bu kishilar deydiki, ayni vaqtda Yevropa mustamlikachilari dunyoning ko'p qismini ishg'ol qilgan vaqtda ular o'zi bag'an rayonlarda o'zining ijtimoiy muassasalarini, organlarini tiklagan, ko'chirib tiklagan, rivojlantirgan. Bularning tiklagan ijtimoiy muassasalari, masalan, maktablari, tashkilotlari, hukumat apparatlari
Aşı yerlik xalqni o'z ichiga olgan barliq odamlarni o'ylab tuzilgan vaqtda bu davlatlar taraqqiy qilgan. Ammo ular qisqa muddatlik hukmron sinfdagi, ya'ni mustamlika qiyg'ichchi sinfdagi asonliq odamlarning qisqa muddatlik manfaatini o'ylashgan vaqtda u rayondagi xalqning taraqqiyoti ostida bo'lgan. Ya'ni bugungi kunda davlatlarning o'tirsidagi kirim farqining, ya'ni kishi beshiga keladigan kirim farqining ustun bo'lib ketishini cho'ng farq qilishi ayni vaqtdagi mustamlikachilik siyosatining ta'sirida yo'lga qo'yilgan ijtimoiy muassasa sistemalarning rol o'ynaganligidan, ijtimoiy sistemalarning o'ynagan roldagi farq tufaylidan kelib chiqayotgan farq deb tushundigan. Ya'ni ba'zi mustamlikachilar ma'lum rayonni istilo qilgan vaqtda o'zining manfaatini o'ylab, qisqa muddatlik manfaatini, hukmron sinfning manfaatini o'ylab, yerlikning boyligini, yerlik xalqning boyligini taran-taraj qilgan. Buni extractive institution deymiz. Ya'ni ular qurgan barliq tashkilotlar, hokimiyat apparatlari, ma'rif, sahiyya sistemalari va hokazo bularning hammasi hukmron sinfning qisqa muddatlik manfaat uchun xizmat qilgan. Ya'ni bu bulang-talang xarakterga ega bo'lganligi uchun o'zlari istiraq qilgan mustamlika qilib olgan davlatlardagi xalqning namrat qilayotgan, maddiy jihatda namrat, ro'yi jihatda tushkun va qul qilayotgan. Ammo yerlik xalqning ahvolini, ularning ahvolining yaxshi bo'lishini ko'z tutib yo'l qo'yilgan ijtimoiy muassasalar, qurilgan organlar, ya'ni qonun himoya qilish, demokratik usulda saylov elib berish, kishilarning so'zlash erkinligi bo'lish, xususiy mulkni qo'g'dash, bozorni taraqqiy qildirish, fursatlarning kim bo'lishidan qat'iy nazar nisbatan hamma odamga barobar bo'lishidek omillar ba'zi davlatlarni, ya'ni mustamlika davlatlar isloh qilgan ba'zi rayonlarni degan xalqni beytqon degan mushu mazmunni yo'ritib bergan. Bularningki bu xil to'pisi uchun Nobel iqtisod mukofoti bu yillik iqtisod fanlarining mukofotini Darren Acemoglu, Simon Johnson, James Robinsondan iborat 3 iqtisodshunosga bergan. Bu kanalga erishayotganlar esinglarda bo'lishi mumkin. Men har yili Nobel iqtisod mukofotiga erishayotgan kishilarni qisqacha ularning iddiasini, ismini va qisqacha iddiasini tanishtirib kelyapman. Xo'sh bo'lgan yerim Darren Acemoglu'ningki Nobel iqtisod mukofotiga erishish ehtimolining yuqoriligini men yuqori deb o'ylagandim. Bu yil bu kishi Nobel iqtisod mukofotiga erishibdi. Demak, ish bo'ldi, yaxshi ish bo'ldi demakdir. Bir davlatning taraqqiyotida, bir millatning taraqqiyotida, demak, ijtimoiy muassasalarning, tashkilotlarningki qandaq shakl bilan odamlarga yordam qilishi nihoyat muhim. Agar ya'ni ijtimoiy muassasalarda o'ziga tushliq qoida yo'lsini yasoqlab bo'ladi-ku. Mundaq qilmas, cho'nglarni hurmatlash kerak, kichiklarni qo'g'dash kerak, ojizlarni yo'lash kerak. Qo'l elishgan vaqtda, kishilar bilan qo'l elishgan vaqtda mundaq qilish kerak deganga o'xshash har xil qoida yasoq nizomlar bor-ku. Mushularningki amaliyotga uyg'un bo'lishi, kishilarning ro'yining ko'tarilib, o'zini bayqishiga, o'zining butun vujudi bilan, ma'naviyati bilan o'zi orzu qilgan hayotni barliq keltirishga turtki bo'ladigan ijtimoiy muassasalar, tashkilotlar va ularning qo'g'dilishi, hokimiyat apparatlarining ularning qo'g'dilishi, qonun oldida barobar bo'lishi bu shu jamiyatdagi xalqlarningki taraqqiyotini ilgari surdi, iqtisodiy jihatda ko'tarilishini barliq keltirsa, hokimiyatlar irqchi, bosqinchi, tangsiz bir jamiyatda bu iqtisodiy taraqqiyotmi keyingi chekinadi. Masalami ko'p bo'ladi. Az sonliq bir odam beydi, ammo ishlar bak uzun davomlashib ketsa, bu xil qorong'ulik davomlashib ketsa, xalq oxiri ko'tarilib bir ijtimoiy inqilobni barliq keltirdi. Bundaq chaqda ayni vaqtda hokimiyat tutgan yuqori qatlamliklar yoki huquqni tinchlik bilan
o'tkazib berishga, demokratiyani yo'l qo'yishga majbur bo'ladi yoki o'zining vahshiy siyosatininki jazosini tatib g'ulab tushidi degan iddiani o'tirib qo'yganligi uchun mush mukofotlarga erishgan. Rahmat sizlarga.